O'lim Toshkentda qanchaga tushadi? Bu videorolik barcha bilish shart bo'lgan ma'lumotlar bilan bo'lishish uchungina tayyorlandi. Marosim mashinasi uzoq yaqinligidan kelib chiqqan holda o'rtacha 500 ming so'mga tushadi. Katta qabr fuqarolarga xizmat ko'rsatish boshqarmasi tomonidan ta'sis etilgan narxga ko'ra 150 ming so'm, raqamli ustuncha 40 ming so'm. Hozirgi kunda kafallik to'plam 250 ming so'm, mayit kafanlangandan keyin ustini o'rash uchun satin mato 50 ming so'm, tobut tagiga ko'rpacha o'rtacha 100 ming so'm. G'assol va go'rkov esa imkon qadar oilaning ijtimoiy holatidan kelib chiqqan holda rozi qilinadi. Odatda har biriga o'rtacha 200 ming so'mlik tugundan beriladi. Hozirgi kunda dafn amalga oshirilishi uchun FHDYO bo'limiga borish shart emas. Siz ma'lumotnomani oilaviy poliklinika yoki shifoxonadan olishingiz mumkin. QR kod orqali onlayn ravishda FHDYO bo'limida u avtomatik ravishda ro'yxatdan o'tadi. Inson boshiga kutilmagan musibat tushganda yoki yaqin insonlarni yo'qotganda u shok holatida bo'ladi. Mana shunday vaziyatlarda biz bergan ma'lumotlar manfaatli bo'lishi uchun bu videorolikni tayyorladik.